Tezkor xabar. O'zbekistonda pensiya va nafaqa oluvchi fuqarolar xabardor bo'ling. Bugundan boshlab pensiya to'xtatiladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 50 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, endi xorijga chiqib ketgan pensionerlarning pensiyasi to'xtatiladi. Hattoki yaqin insonlari ham pensiyani ishonchnoma orqali ham olishlari mumkin emas. Pensionerlar va ularning yaqinlarini ogohlantiring. Chet elga chiqib ketganlarga pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatiladi, berilmaydi. Agar pensioner mamlakat hududidan tashqariga chiqib ketib, 3 oy ichida qaytmasa, uning pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatib turiladi. Shu bilan birga qaytib kelganidan so'ng fuqaro murojaat qilgan sanaga qadar o'tgan 24 oy davomida to'xtatilgan pensiya summasini yana da'vo qilib olish huquqiga ega bo'ladi, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, videoroliklarimiz keng tarqalib barchaga yetib borishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Bugungi kunda to'lanadigan summalar: mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1,271 ming so'm. Bazaviy hisoblash miqdori esa 412 ming so'm. Yoshga doir eng kam pensiya miqdori 918 ming so'm. Nogironlik pensiyasining eng kam miqdori esa 1,12 ming so'm. Minimal iste'mol savatchasi kambag'allik chegarasi kishi boshiga 669 ming so'mdan to'lanadi. Kam ta'minlangan oilalar uchun bolalar nafaqasining har oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzand uchun 360 ming so'm. Oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 165 ming so'm beriladi. Oilaning 3-chi va undan keyingi har bir farzandi uchun 110 ming so'mdan. Kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordam oylik miqdori 420 ming so'm etib belgilangan.